Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsulloh Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Men sizlarga bugungi videomda Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanining Hayit bayramini qanday bo'lib o'tganini birma-bir sizlarga videoda ko'rsatmoqchiman inshaalloh. Aziz do'stlar, afg'onistonlik birodaringizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Agarda videom sizga yoqsa, videomga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz do'stlar. Mana bu ko'rayotganingiz varrak deyiladi. Bu ikki kishidan har savatni ichiga o'tirsa bo'lar ekan. Bunga Afg'onistonning puliga 10 afg'oni oladi. O'zbekistonning so'miga esa 2,5 ming so'm oladi har aylanganiga. Mana ko'rayotganingizdek shunday qilib qo'lda aylaydi. Keyin to'xtatib har kimdan pulni yig'ib oladi bunga ichiga chiqqan kishilardan. Bunda hech bir challenge yo'q, faqat shu munganing qoladi. Mana do'stlar, bu ko'rayotganingiz esa Afg'onistonning tilida atag'ash deydi, bilmayman. O'zbekistonning tilida nima deyiladi? Atyag'ash deyiladi, men bilmayman unchalik. Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Mana bunga o'rtaga challenge qo'yiladi. Kim o'sha challenge'da qo'lga kirsa, o'sha o'yinda g'olib bo'ladi va g'olib bo'lgan kishidan pul ham olinmaydi. Unga bir nima deydi O'zbekiston tilida, padarka deydimi, to'pa deydimi? O'shanday bir o'zining joyzasi ham bo'ladi. Keyin mungani ham tekin. Mana ko'rayotganingizdek bu tomonlar ham to'la atyag'ach. Mana. Buni aytgancha buni Afg'onistonning puli 5 afg'on oladi bunilganiga, O'zbekistonning so'miga 1000 so'm oladi. Har aylangani 3 gal aylaydi mana shunday qilib. 3 gal o'rtaga challenge tashlaydi, keyin uchalasida ham challenge qo'lga kirsa, o'sha o'yinda g'olib bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek har kishi challenge qo'lga kiritish uchun intilishyapti, mana ko'rayotganingizdek hammalari. Aziz do'stlar, O'zbekiston, Tojikiston, boshqa davlatlarda ham shunday hayit bayramlari bo'ladimi? Kommentariyada yozinglar. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek bu tomonlar ham odamga to'la. Mana ko'rayotganingizdek bu tomonda ham atyag'ach aylanyapti. Hamma kishi o'sha yoqqa qo'yishgan. Mana bu tomonlar esa kurash maydon, kurashga hozirlik olishyapti. Mana ko'rayotganingizdek kurash tutilish uchun hozirlik ko'rilyapti mana bu joyda. Aziz do'stlar, va nihoyat kurashimiz ham boshlandi. Mana ko'rayotganingizdek hamma kishi yig'ilgan. Polvon akalarimiz ham kelgan mana. Ko'rayotganingizdek kurash tushyapti va nihoyat. Katta polvonlarga qo'yilgan pul Afg'onistonning puliga 1500 afg'oni bo'ladi. Keyin O'zbekistonning puliga esa 300 ming so'm bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana o'sha polvonlarning qaysi biri kurashda g'olib bo'lsa, o'shanga beriladi o'sha. Do'stlar, sizlardan iltimos, bizni kanalimizni 98 kishi obuna bo'lmasdan turib kuzatyapti ekan. O'shaning uchun do'stlar, sizlardan iltimos, videomga like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarim albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Sizlarga inshaalloh birma-bir Afg'onistonning har joyiga borib video olish irodamiz bor. O'shaning uchun keyingi videolarimiz albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Keyingi videomda albatta sizlarni kutib qolaman. Xayr do'stlar.